Assalomu alaykum barchaga. Do'stlarim, hozir mana shundan Ismaloq Tomir tarafidan taom tayyorlab ko'rsataman sizlarga. O'zim ham birinchi marta tayyorlashim. Bir opam o'rgatdi menga buni. Turklar bundan taom tayyorlarkan. Bizlarda buni otamiz. Mana bu tarafidan alohida tayyorlarkan. Bu tarafidan alohida samsa, boshqa narsa qilsak bo'ladi. Lekin bular yog'da qovurib yerkan. Buni zaytun yog'ida pishirarkan. Bitta qozonni olasizda, qozonni ichiga ismaloqlarni yaxshilab yuvib, tozalab, ikkiga bo'lib, tomir tarafini mana shunday alohida qilib olib qozonga solamiz. Mana shunaqa qilib solarkanmizda. Buni ichiga hech narsa solmarkanmiz. Piyoz, biron nimalar solmaymiz, qovurmaymiz. Zaytun, mana shu qoshiqda 2 qoshiq zaytun yog'i soldim. Keyin bir dona mana shunaqa katta limon soldim. Men xohlaganlar kichkinaroqdan solishi mumkin. Menga aytishdi, mana shunaqa katta limondan bir dona solasan deb. Mana limon siqishdan yaxshilab limonni siqib oldimda, bir dona limon soldim. Buni sabza yemak deb qo'yarkan turklar. Keyin tuz soldim. Keyin qozonni gazga qo'yib, qopqog'ini 30 daqiqalarcha yoqib qo'ysak, 30 daqiqalar ichida pisharkan bu. Mana judayam mazali taom bo'ldi. Men judayam yoqtirdim. Bilmadim, endi kimgadir yoqar, balki kimgadir yoqmas, unisini bilmayman. Chunki hammani didi har xil. Men judayam yoqtirdim. Mana pishdi, tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgandan keyin faqatgina suzib ko'rsatmabman, esimdan chiqib qoldi u. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha. Turkiyada yurgan qizlar albatta tayyorlab ko'ring. Judayam mazali bo'ladi. Sog' salomat bo'ling.